esa havo bulutli bo'lib, yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Harorat kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Iltimos haydang. Taksida bir qiz nega yig'lar? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Qayerga boramiz? Taksida bir qiz nega yig'lar? Bir kuni bir yigit sevgan yoriga qarab, xo'p g'alati xususiyatim bor-da. Hamma uzoq vaqt ko'rmagan insonni sog'insa, men aksincha unuta boshlayman degan ekan. Hazil tariqasida albatta. Menga buni qizig'i yo'q. Yunusobodga haydang. Xo'p bo'ladi. Shunda qiz yigitga jilmayib qarab, bilasizmi? Men esa sizni hatto yoningizda turib ham sog'inaveraman degan ekan. Qayerlardan kelding dildor, aytgin menga, ne darding bor, muhabbating izladingmi bu yo'llarni, esladingmi? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Taksida bir qiz nega yig'lar? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Taksida bir qiz nega yig'lar? Bir kuni kelib, sen mendan so'raysan. Siz ko'proq meni yaxshi ko'rasizmi yoki ahmoqona qiliqlaringiznimi? Men indamayman. Sen esa ketasan. Ketasan va ayni damda quloqlarimga xandon pista tiqib olganimdan bexabar qolasan. Mangularga qaraysan zor, har tomchida chekib bozor, muhabbating izladingmi bu gullarni, esladingmi? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Taksida bir qiz nega yig'lar? Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar. Taksida bir qiz nega yig'lar? Keyin nima bo'ldi? Nima keyin? Qiz ketibdi. Yigit esa uni qaytarishga urinmabdi ham. Faqatgina oradan o'tgan vaqt uni ko'zlarini ochibdi. U shundagina endi qizni hech qachon unuta olmasligini tushunib yetibdi. Akajon, iltimos mashinani orqaga qaytaring.